Do'stlar, tasavvur qiling, O'zbekiston tog'larining baland joyida, g'arbiy Tianshan cho'qqilari orasida mamlakatimizning eng go'zal maskanlaridan biri yashiringandek. Bu Chorvoq suv ombori. Qachonlardir hozir suv turgan joyda odamlar yashagan, vodiylar, g'orlar va hatto tosh rasmlari bo'lgan. Keyin 1960-yillarda Toshkentdagi kuchli zilziladan so'ng ko'proq elektr energiyasi va suvga ehtiyoj tug'ildi va bu yerda 168 metr balandlikdagi to'g'on qurildi. Banan aka, bu suv ombori aslida nima uchun yaratilgan? Bilasanmi, u shunchaki chiroyli emas, u hayotiy ahamiyatga ega. Piskom va Chatqol, shuningdek Ugam daryolari suvini tog'lardan to'playdi. Shaharni suv va energiya bilan ta'minlaydi. Shu bilan birga dam olish uchun ham xizmat qiladi. Va bugun u shunchaki resurs emas, balki dam olish, faol turizm va ehtiyot bo'lishga arziydigan tabiat maskaniga aylandi. Qirg'oqda axlat tashlamang, plastik buyumlarni uloqtirmang. Suv va tabiat azob chekadi. Suvdan oqilona foydalaning. Axir shu daryolar suv omborini to'yintiradi. Chorvoq suv ombori shunchaki dam olish joyi emas, bu bizning umumiy uyimiz. Dunyodagi eng toza suvlardan biri. Ko'rishguncha do'stlar, obuna bo'ling, like bosing va tabiatni asrang.